Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz obunachilar, musofirdagi yurtdoshlar. Mana navbatdagi darvozamizni Farg'ona viloyati Furqat tumaniga kelib o'rnatib berdik. Bu darvozamiz sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, listlarimiz 1.8 lik bir qavatli variantda skromniy bejirim darvoza bo'ldi. Razmeri eniga 3.5, balandligi 3.40 ga bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Zamoklari har doimgidek zubur zamok. Stoykalari 8 ga 8 lik. Tepasi 8 ga 4 likdan bo'ldi. Profil. Mana bu mashina odam o'tadigan, mashina o'tadigan joylari shivillerdan bo'ldi. Ochib yopilishiga bitta baho berib qo'yasizlar mana. Juda ajoyib bo'ldi, xudo xolasa. Orqa tomondan ko'rsatib o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Biroz qorong'iroq. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda ideal holatda tekis bo'ladi. Mana bu joylarga sentr zamok qo'yib berganmiz. Mana bu joylar sentr zamok. Kalitlari ham juda ajoyib mana. Bu darvozamiz kvadrat metri 850 ming so'mdan kelib o'rnatib berdik. Общий summasi shunda 11 million 700 ming ga kelib o'rnatib berdik. Mana bu joyda kichkina eshikchasi ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin, kichkina eshikchasi ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Azizlar, kimgaki shunday darvozalar qiziq bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilishlaringiz mumkin. WhatsApp, Telegram hamma ijtimoiy tarmoqlarda bormiz. Xudo xolasa siz istagan usulda xizmatingizdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar.